Родительный падеж o'zbek tilidagi qaratqich, o'rinpayt, chiqish-kelishlarga mos keladi. Женский rodda I, Y, мужской rodda A, Ya, средний rodda ham мужской rodga o'xshab A, Ya qo'shimchalariga o'zgaradi. Нет so'zidan keyin har doim родительный падеж ishlatishimiz kerak. Masalan, нет ручки. Nega ручки bo'ldi? Chunki женский roddagi so'zlar I, Y oladi dedik. Nega ручки bo'lyapti? I emas, I. Qoidamiz bor. G, K, H, J, Sh, Ch dan keyin doim I harfi ishlatamiz deganmiz. Shu qoida bu holatda ham ishlaydi. Мужской roddagi so'z ko'rib chiqamiz. Нет карандаша. Karandash мужской rod, o'shaning uchun нет карандаша dedik. Падеж joyga nisbatan predloglar bilan ishlatiladi. Masalan, около, у, вокруг, посреди, до, недалеко от, напротив, внутри, вне. Родительный падеж harakatlanish yo'nalishini bildiruvchi predloglar bilan ham ishlatiladi. Из, с, от kabi. Shuningdek, без, вместо, для, кроме predloglari ham родительный падежda ishlatiladi. 2, 3, 4 sonlaridan keyin ham женский roddagi so'zlar родительный падежda I, Y, мужской va средний roddagi so'zlar esa A, Ya qo'shimchalarini oladi. Masalan, 2 ручки, 3 ручки, 4 ручки. 2 человека, 2 стола, 3 stola, 4 stola. E'tibor bergan bo'lsanglar, женский roddagi so'zlar ikkita deganimizda 2 bo'lib kelyapti. Мужской va средний roddagi so'zlarni sonini ikkita deganimizda 2 deb ishlatishimiz kerak. 5 sonidan keyin родительный падежda kelayotgan ot so'z turkumlari ko'plik qo'shimchalarini olishi kerak. Masalan, мужской roddagi so'zlar of oladi. Женский va средний roddagi so'zlar esa oxirgi harfi qisqarib ketadi. 5 stolov. Stolga of qo'shdik. Stolov bo'ldi мужской rod bo'lgani uchun. 5 ta kitob deydigan bo'lsak, 5 knig. Knigi oxirgiga olib tashladik. Knig bo'ldi. 5 мест. Места oxirgiga ko'plik qo'shimchasini olib tashlayapmiz. Oxirgi harfi J, Sh, Ch mягкий znak bilan tugagan so'zlar esa ko'plikda, ya'ni 5 dan keyin родительный падежda ей qo'shimchasini qo'shish yo'li bilan yasaladi. Masalan, nож so'zini oladigan bo'lsak, 5 ножей. Карандаш shga tomon bordi. Shuning uchun 5 карандашей, 10 карандашей deymiz. 5 dan 20 gacha shu qoida ishlaydi. Ya'ni мужской rodlar of, женский средний rodlar усечение, J, Sh, Ch, Sh, Sh mягкий znaklardan keyin ей qo'shilishi. 21da nima bo'ladi? 21da yana o'sha holat takrorlanadi. Ya'ni 21 kniga, 22 книги, 23 книги, 24 книги, 22 стола, 24 stola. Bir soni hech qachon родительный падежga kirmaydi. U ham xuddi sifat va aniqlovchilar kabi so'zi rodiga moslashadi. Masalan, одна книга, один стол, одно окно.